Assalomu alaykum. Bugun 14-mart buyuk fizik Albert Einsteinning tavallud topgan kuni. Shu munosabat bilan u haqida bir qiziqarli voqealarni aytib bermoqchiman. Einstein nisbiylik nazariyasini yaratgandan so'ng vaqt, uzunlik hamda massalar nisbiy tushuncha deb aytgan payti uning ustidan hammasi so'radi. Qanday qilib vaqt nisbiy bo'lishi mumkin? degan payti Einstein ularga bitta savol bilan yo'qladi. Agarda siz deydi, bir go'zal qiz bilan deydi, suhbat qilsangiz, siz uchun vaqt qanday o'tadi deydi. Qanday o'tganini bilmay qolaman, juda ham tez o'tib ketib qoladi deydi. Endi deydi, cho'g' bo'lib turgan stulga o'tkazib qo'ysa, siz uchun vaqt qanday o'tadi deydi. Bu payti vaqt juda ham sekin o'tadi deydi. Ko'rdingizmi deydi, vaqtning nisbiylik ekanligini. Buni kundalik turmushimizda ham juda ham ko'p ko'rsak bo'ladi. Qanchalik hayotimiz yaxshi o'tadigan bo'lsa, farovon bo'lsa, vaqtimiz juda ham tez o'tib ketib qoladi. Endi qiyinchilikka tushib qoladigan bo'lsak, yo tanamizda og'riqlar bo'ladigan bo'lsa, xuddi vaqt to'xtab qolgandek his qilamiz. yoki oddiy bilan kutishga chiqadigan bo'lsak, bir o'zi ko'p kutmaymiz. 10-15 minut kutadigan bo'lsak ham juda ham uzoq vaqt kutgandek, sabrsizlik bilan vaqt to'xtab qolgandek bo'lib tuyulaveradi. Bu aynan vaqtning nisbiyligi mana shuning isboti hisoblanadi. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar.